Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Osiyo chempioni bo'lgan O'zbekiston U17 terma jamoasi Toshkentda yig'in o'tkazadi. O'zbekiston U17 terma jamoasi ertadan Toshkentda yig'inga kirishadi. Islombek Ismoilov boshchiligidagi o'smirlar terma jamoasi ertaga 2-may kuni shu yilning noyabr oyida Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlaydi. Ma'lumotga ko'ra, 10-may kuniga qadar davom etadigan yig'in davomida mashg'ulotlar Toshkent shahri va Chimyon tog'larida o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati shu yilning 3-27 noyabr kunlari Qatar yashil maydonlarida bo'lib o'tadi. Real Madridning sobiq ustozi Qatar milliy terma jamoasini boshqaradi. Ispaniyalik mutaxassis Julian Lopetegui Qatar milliy terma jamoasi bosh murabbiyga aylandi. Qatar futbol assotsiatsiyasi bilan shartnoma 2027-yilning oxiriga qadar mo'ljallangan. 58 yoshli mutaxassis faoliyati mobaynida Ispaniyaning turli jamoalari Rayo Vallecano, Real Madrid, Sevilla, Angliyaning Wolverhampton, West Ham jamoalarida faoliyat yuritgan. Ma'lumot o'rnida sobiq murabbiy Luis Garcia Qatarni 5 ta o'yinda boshqardi. Xususan, jamoa uning qo'l ostida bitta g'alabaga erishgan bo'lsa, 2 marta durang o'ynadi va 2 marta mag'lub bo'ldi. Qatar terma jamoasi ayni paytda jahon chempionati 3-saralash bosqichi A guruhida 4-o'rinni band etib turibdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 10-iyun kuni Toshkentda aynan Qatarga qarshi bahs olib boradi. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.